HIV infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishda elektron axborot tizimini joriy etilishi respublikamizda mazkur kasallik tarqalishini oldini olish, bemorlarga, ya'ni HIV infeksiyasi bilan yashovchi shaxslarga eng zamonaviy, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun katta sharoit yaratib berdi desak, adashmagan bo'lamiz. Sohani raqamlashtirilishi nafaqat tibbiyot xodimlarini samarali faoliyat olib borishlari, balki HIV bilan yashovchi shaxslar va ularning oila a'zolariga va boshqa muloqotdoshlariga bir qator qulayliklarni yaratib berdi. HIV infeksiyasi bilan yashovchi shaxslarga yaratilgan qulayliklardan bir nechtasini aytib o'taman. HIV infeksiyasi bilan yashovchi shaxs respublikamizning qaysi ma'muriy hududida bo'lishidan qat'iy nazar, o'zlariga eng qulay bo'lgan AIDSga qarshi kurash markazlarida o'zlari tanlagan shifokorlar tomonidan tibbiy xizmat olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bundan tashqari, nafaqat HIV bilan yashovchi shaxslar, balki ularning oila a'zolariga, muloqotdoshlariga ham tibbiy xizmat ko'rsatishda, sifatini oshirishda, raqamlashtirishda o'rni juda katta bo'ldi. Elektron axborot tizimini joriy etilishi bilan bugungi kunda yangi muloqotdan oldingi profilaktika kartasi joriy etilgan bo'lib, bunda har bitta HIV bilan yashovchi shaxsni sog'lom turmush o'rtoqlariga ushbu tibbiy kartani ochilishi elektron axborot tizimida va ularga tibbiy xizmat ko'rsatilishi yo'lga qo'yilgan. 13 mingdan ortiq HIV bilan yashovchi shaxsni bugungi kunda sog'lom turmush o'rtoqlari mavjud bo'lib, 13 mingta sog'lom shaxslarga tibbiy kartalar ochilgan va elektron axborot tizimi orqali ushbu tibbiy kartalardan foydalangan holda ularga hozirgi kunda tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Ushbu holat sodir bo'lgan, HIV infeksiyasi yuqishi mumkin bo'lgan har qanday holat vujudga kelganda, fuqarolarimiz AIDSga qarshi kurash markazlariga murojaat etishadi va ularga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar ham aynan elektron axborot tizimida joriy etilgan muloqotdan keyingi profilaktika kartalari orqali amalga oshirilmoqda. Respublikamizda HIV infeksiyasini onadan bolaga yuqishini oldini olish borasida ko'plab sa'y-harakatlar amalga oshirilyapti. Bu borada elektron axborot tizimida ham HIV infeksiyasini onadan bolaga, ya'ni vertikal yo'l bilan yuqishini profilaktika qilish maqsadida bugungi kunda HIV infeksiyasi bilan yashovchi ayollardan tug'ilgan bolalar ham alohida karta yuritilib, ularga tibbiy xizmatlar ushbu elektron axborot tizimi orqali amalga oshirilmoqda. HIV bilan yashovchi shaxslarga yanada qulaylik yaratish maqsadida bugungi kunda mobil ilova ustida ish olib bormoqdamiz. Bunda har bir HIV bilan yashovchi shaxs yoki boshqa HIV infeksiyasini yuqtirib olishi mumkin bo'lgan boshqa bir shaxslar o'zlari xohlagan paytda ushbu mobil ilova orqali bizni elektron axborot tizimi maslahatlar olishlari mumkin. Onlayn, demak, tibbiy xizmatlar, onlayn konsultatsiyalarni demak yo'lga qo'yish imkoniyati yaratiladi. Va bu O'zbekiston Respublikasida HIV infeksiyasi bilan yashovchi shaxslarni, demak, turmush tarzini, salomatlik holatlarini yanada mustahkamlash uchun o'zini hissasini qo'shadi.